Haqiqatan ham bugun Markaziy Osiyoda havas qilsa arziydigan darajadagi do'stona muhit paydo bo'ldi. Va bundan oddiy odamlar juda xursand bo'lgani ham rost. Tasavvur qiling, mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila a'zolardek tinch-totuv, ahil-inoq yashab kelyapti. Ularning qaysi birlarining shajarasi qo'shni Tojikiston bilan bog'lansa, yana bittasi Qozog'istondagi bovurlarimiz bilan tutashadi. Chegaralarning ochilgani, bordi keldilar yo'lga qo'yilganidan ularning xursand bo'lishi tabiiy. Va bu xursandchilik, shodon kayfiyat mamlakatimizning turli hududlarida o'tkazilayotgan vatan yagonadir, vatan bittadir shiori ostidagi xalq sayillari va bayram dasturlarida yana bir bor namoyon bo'lyapti. Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari ishtirokida tarixda ilk bor Xo'jandda o'tayotgan 3 tomonlama sammit mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashda muhim qadam bo'lishi shubhasiz. Mana shu quvonchli xabar Jizzax viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Sovot va Sarmech qishloqlari ahli tomonidan ham katta xursandchilik bilan kutib olindi. O'zbek, tojik, qirg'iz bu bir xalq, bir el. Dinimiz bir, xalqimiz bir, urf-odatlarimiz bir, bordi-keldilarimiz bir. Kelin olib, qiz chiqarib berib, qardoshliklarimiz bor. Albatta bu xalq bilan hamma faxrlanadi. Mana shunday tadbirlarni tashkil qilishi bu hamma mana shu 3 ta millat xalqiga juda to'g'ri keladigan, bir-biriga mos keladigan eng yaxshi udumdir. Biz birmiz, biz hamma vaqt birgamiz. Ha, millatlararo totuvlikning ifodasi bo'lmish mana shu tadbir xalq sayliga aylandi. Namoyish etilgan qadriyatlar tarannumi, bahoriy taomlar, xalq amaliy san'ati namunalari hamda turmush madaniyatimizga xos urf-odat va an'analar o'zaro mushtaraklik belgisi sifatida namoyon. Mana bugun Yangiobod tumanida Sovot fuqarolar yig'inida do'stlik bayrami nishonlanmoqda. Hammani kayfiyati zo'r, xursand. Chunki qo'shnichilik mingilchilik deydi. Biz azaldan, ming yildan ko'p vaqtlarda mana shu Tojikiston bilan qo'shnichilik qilamiz. Urf-odatlarimiz ham, madaniyatlarimiz ham, to'ylarimiz bir-biridan suvchamiz, Xudoanda biz. Men mana shu Sovot qishloq fuqarolari nomidan, yoshlar nomidan sizga shuni ayta olamanki, biz yoshlarga yurtboshimiz tomonidan yaratib bergan sharoitlar yaqin 2 yil ichida ikkita katta sport inshooти qurilib foydalanishga topshirildi. Biz unga javoban hozirgi kunda taekvondo sport turi bo'yicha ikkita O'zbekiston chempioni, bitta Osiyo chempionini yetishtirib chiqardik. Bundan tashqari hozirgi kunda Sovot qishlog'imizda 32 nafar yoshimiz tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, ko'plab fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashga erishildi. Qayd etish kerak, bugungi kunda Jizzax viloyatida 50 mingga yaqin qirg'iz va 35 mingdan ziyod tojik millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. E'tiborli jihati, Yangiobod tumanidagi Sarmech qishlog'ida tashkil etilgan tadbirda ham amaliy san'at va hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmalari tashkil etildi. Milliy o'yinlar, oq terakmi ko'k terak, arqon tortish, chillak kabi xalq o'yinlari istiqboli porloq farzandlarimizning bobo meros qadriyatlariga mehri, ixlosidan darak. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich 2018-yilda menga fuqarolik pasportini berdilar. Bundan benihoyat xursandman. Ikki davlat o'rtasida mana shu do'stlik, hamjihatlik abadiy bo'lsin. Ikkala davlatimizda do'stligiga ko'z tegmasin, prezidentlarimiz boshlari omon bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bugun Jizzaxda abadiy do'stlik va hamjihatlik tarannumi sifatida o'tayotgan xalq sayllari bir daryodan suv ichgan o'zbek, tojik va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi do'stlik va qon qardoshlik rishtalarini yanada mustahkamlab, umrboqiylik ato etdi.